Ona bu hammani o'rnini bosa oladigan inson, lekin onani o'rnini hech kim bosa olmaydi. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Shu yerda onasini yaxshi ko'rganlar bitta yurakchani qizartirib qo'yinglar. Sizga juda ham chiroyli bo'lgan Yakkasaroyda Dream House'da 2 xona 44 kvadratli xonadonni obzorni qilib ko'rsataman. Hozir biz oshxona qismimizda turibmiz. Ko'rishinglar mumkin. 6 talik stol, stul, posudalari bilan olib kelib qo'yilgan va o'zining bu tarafimizda balkon qismimiz bor. Va uyimizda Hoffman texnikalari ishlatilgan. Ko'rishinglar mumkin. Gaz plitalari. Bu yoqda esa posuda moykalarimiz bor. Bu yoqda ham moykamiz bor va xolodilniklarimiz bor. Hurmatli obunachilar, uyimizda topli polimiz bor va bu yoqda umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Strelkamiz ham Hoffman. Xo'p, kirish qismimiz, kirganimizda bu yoqda zal o'rnida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, yumshoq mebellarimiz ham bor, kartinkalarimiz, bu yoqda televizorli zonalarimiz va komodlarimiz ham bor. Endi kelinglar, sizlar bilan spalnimizga kiramiz. Marhamat, spalnimiz ham yorug'gina, shinam juda ham, bu yoqda esa o'zining shkoflari bor. Xullas, kirib yashashga juda ham ideal sharoit. Bu uyimiz Dream House'da joylashgan 2 xona 44 kvadrat, aytib o'tganimizdek narxi 91 ming AQSh dollarida. Xudo xolasa kelsanglar chiroyli narxga beramiz. Shoshilib qolinglar, bunaqa narxga bu rayonimizda juda ham kam. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.